Traderlar uchun qo'yilgan eng katta tuzoq. Bugungi videoda aynan mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Juda ham ko'pchilik insonlar trading sohasiga kirib keladi va ularning katta qismi trading sohasida daromad topa olmay bu sohadan chiqib ketadi. Bugun sizga mana shu narsani sabablarini etap ko'rsatib beraman. Tushunmayman odamlarning bunaqa xarakterini. Agar ularda nimadir o'xshamaydigan bo'lsa, sirazu o'sha narsani o'zidan qasos olishga harakat qiladi. Trading sohasidagi eng katta tuzoqlardan biri ham shu. Yangi kirib kelgan traderlarning 90-95% mana shu tuzoqqa tushadi. Bu tuzoqqa tushib qolmasligi uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga qanaqa qilib tushib qolmasligi va qanaqa qilib qisqa vaqtda daromadga chiqish mumkinligini tushuntiraman. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda eng katta dushman broker emas, strategiya emas, bozor emas, sizni o'zingizni psixologiyasi haqida gaplashamiz. Ayniqsa traderlarni eng tez sindiradigan bitta holat bor. Bu holatning nomi revanch trading deb ataladi. Hozir sizga revanch trading nimaligini etap-etap tushuntiraman. Revanch trading, ya'ni bozordan revanch, qisqacha qilib aytganda qasos olishga urinish hisoblanadi. Bu holatda nima sodir bo'ladi? Trader minus qiladi. Minus qilgandan keyin hozir bozorni yengaman, bozordan alamimni olaman, yo'qotgan minusimni bitta savdoda tiklab olaman deb turib ketma-ket tartibsiz savdo qilishni boshlaydi. Va aynan mana shu fikr traderni depozitdan ajratadi, ya'ni bor pulini srif qilishga majbur qiladi. Bugun sizga revanch trading nimaligi, qanaqa ishlashi, qanaqa qilib undan qutulish va qanday qilib qisqa vaqtda stabil daromadga chiqish mumkinligini tushuntiraman. Agar siz ham trading sohasi orqali stabil daromad ko'rmoqchi bo'lsangiz, 100 minglik, 200 ming dollarlik prop kapitallari ham stabil tarzda boshqarib, oyiga 5-10 ming dollar daromad ko'rmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Trading sohasida psixologiya nima uchun muhim? Trading bu faqatgina siz ko'rayotgan grafiklar emas. Trading bu qaror qabul qilish, stress, xavf, o'zini o'zi boshqarish va risklarni boshqara olish qobiliyati. Journal of Behavioral Finance tadqiqotlariga ko'ra, traderlar muvaffaqiyatsizligining sababi ularning strategiyasi emas, aksincha, ularning hissiy qarorlari hisoblanadi. Ya'ni traderlar ko'p holatlarda grafiklarni emas, strategiyalarni emas, aksincha, o'zini ichki hissiyotlarini trade qiladi. Buning natijasida esa ketma-ket revanch tradingga beriladi. Revanch trading bu zarar ko'rgandan keyin bozorga qilinadigan qayta hujum hisoblanadi. Normal trader va stabil daromad qiladigan trader 1% minus qiladigan bo'lsa, bo'ldi, mana shu 1% ni minus qildi. Bu statistik fakt deb qabul qiladi. Lekin revanch trader esa aksincha, bozor menga adolatsizlik qildi, bozor meni aynan stopim uchun edi yoki bozorni hozir qaytadan yengaman, hozir qilgan minuslarimni olib chiqaman deydi-da, qayta va qayta trade qilishni boshlaydi, qayta va qayta minus qilishni boshlaydi va eng muhim jihat shundan iboratki, har safar riskini ko'tarib boraveradi. Keling, bu narsani ilmiy jihatdan ko'rib chiqamiz. Revanch trading nima va u miyadagi qaysi mexanizm? Bu holat biologik va psixologik sabablarga ega. Zarar ko'rgan inson miyasi pain response beradi. Bu xuddi jismoniy og'riq yoki pul yo'qotish bilan bir xil bo'lgan miyadagi neyron zonalarni faollashtiradi va loss aversionni shakllantiradi. Nobel mukofotini olgan Dale Kahneman tadqiqotiga ko'ra, inson foydaga ko'rganga nisbatan zarar ko'rganda 2 barobar ko'proq emotsiyaga beriladi. Shuning uchun ham trader zarar ko'rsa, miyasi xavf signalini beradi, loss aversion yoqiladi va bozordan qasd olishga harakat qilishni boshlaydi, ko'proq trade qilishni boshlaydi, revanch tradingni davom ettiradi. Revanch tradingning 5 ta belgisi bor. Agar siz ham hozirgi kunda stabil tarzda savdo qilib keladigan bo'lsangiz yoki har kuni savdolarni amalga oshiradigan bo'lsangiz va men sizga hozir aytadigan 5 ta narsalardan biri sizda mujassam bo'lsa, demak siz o'zingizni qaytadan ko'rib chiqishingiz kerak. Birinchisi, zarar ketidan savdo qilish. Ya'ni siz bitta savdoni zarar bilan yopdingiz, uni orqasidan sirazi bo'ldi, men o'shani qoplayman deb turib yana savdo ochishingiz. Ikkinchisi, lotni birdaniga oshirib yuborish. Zarar qildingiz, birdaniga lotni oshirib yubordingiz yoki foyda qildingiz, birdaniga lotni oshirib yubordingiz. Uchinchisi bo'lsa, stop lossni olib tashlash. Bozor sizga teskari ketayotgan paytda stop lossni surasiz yoki bozor sizga teskari ketayotgan paytda stop lossni umuman olib tashlaysiz. To'rtinchisi bo'lsa, hozir qaytaraman degan fikr. Agar siz minus qilib turib, lekin o'sha minusni qisqa vaqtda hozirda o'zida katta lot ochib qaytaraman deyotgan bo'lsangiz ham, bu sizda revanch tradingga moyillik borligini bildiradi. Beshinchisi va eng muhim, ko'plab traderlarni sindiradigan narsalardan biri bir kunda juda ham ko'p sonli savdolarni amalga oshirish. Agar sizning savdolaringiz minimal 1, 2, 3 yoki maksimum 4 ta 5 tadan oshiq amalga oshirayotgan bo'lsangiz, demak siz katta ehtimollik bilan kelajakda minus qilib qo'yishingiz mumkin. Agar sizda mana shu 5 ta narsadan birortasi bo'lsa ham, demak siz strategiya bilan emas, emotsiya bilan savdo qilyapsiz. Revanch trading qanaqa oqibatlarga olib keladi? Revanch trading traderlarni atiga 3 ta bosqichni o'zida sindiradi. Birinchisi, depozit kamayishni boshlaydi, ketma-ket yo'qotishlar esa ko'payishni boshlaydi.
Ikkinchisi bo'lsa, o'ziga ishonch yo'qoladi. Ya'ni men eplay olmayman degan fikr paydo bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa, trader bozorni tark etadi. Brokerlarning statistik faktlariga qaraganda, yangi boshlovchi traderlarni 90% 90 kun ichida o'zlarini birinchi kapitallarini minus qilib yuborishadi. Buni sababi esa ular strategiya bilan emas, hattoki hech qanaqa strategiyasiz o'zlarini hissiyotlarini trade qilishadi. Revansh tradingdan qanaqa qutulish mumkin? Men sizga yuqoridagi narsalarni hammasini bekorga tushuntirishga harakat qilganim yo'q. Agar siz yangi trader bo'ladigan bo'lsangiz, boshidan to'g'ri sistema bilan savdoga kirishingiz kerak. Ya'ni boshidan hech qanaqa strategiyasiz yoki hech qanaqa bilimsiz, savdo platformasini o'rganmasdan, orderlarni ochishni chuqur o'rganmasdan yoki savdoga kirish chiqish to'g'richalarini chuqur o'rganmasdan turib, savdo qilishni boshlamasligingizni maslahat beraman. Chunki siz nima qilasiz? Hech qanaqa strategiyasiz, hech qanaqa tizim va sistemalarsiz savdo qilishingiz, siz o'sha hissiyot bilan savdo qilishga o'rganib qolasiz. Bu esa sizni keyinchalik qaysi kursga bormang, qanaqa chuqur bilimlarni o'rganmang, lekin miyangiz tradingga nisbatan faqat bu narsani hissiyot bilan trade qilish kerak degan narsani o'rgatib qo'yadi va bu narsadan chiqish keyinchalik qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham boshidan hozirdan to'g'ri qadamlar bilan tradingga kirib kelishingizni maslahat beraman. Bu nima degani? Har bir savdoingizni oldindan rejalashtirishingiz kerak. Har bir savdoda o'xshamaydigan bo'lsa, qancha yo'qotishingizni belgilashingiz kerak. Qancha boshlang'ich depozit bilan boshlashingizni belgilashingiz kerak. Kuniga nechta savdo qilasiz? Bittami, ikkitami yoki maksimum 3 tami? Nechta ketma-ket minusdan keyin to'xtaysiz va qaysi instrumentda ishlaysiz? Yevroda ishlaysizmi, funtda ishlaysizmi, oltinda ishlaysizmi yoki neftda ishlaysizmi yoki kriptovalyutada ishlaysizmi? Bu narsalarni har birini aniq qilib o'rganib olishingiz kerak va o'zingiz ishlamoqchi bo'lgan instrumentni to'liq statistik jihatdan kamida oxirgi 3 oylik grafiklarni statistika qilib chiqishingiz shart. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, traderlarning eng katta dushmani sabrsizlik, g'azab, bozorga bo'lgan qarshi hujumga o'tish bu narsa sizni minusga olib boradi. Hozirdan agar sizda shunaqa xatolar bo'lsa, to'g'rilashni boshlang yoki endi bozorga kirib kelmoqchi bo'lsangiz, men mana shu YouTube kanalimda juda ham ko'plab video darsliklar qoldirganman. Mana shu video darsliklarni hammasini ko'rib chiqing, siz uchun foydali bo'ladi. Agar professional trader zarar ko'radigan bo'lsa, o'zini savdolar hajmini oshirib yubormaydi yoki savdolar sonini oshirib yubormaydi yoki 2-3 ta ketma-ket minus qiladigan bo'lsa, shunday savdoni to'xtatadi, grafiklarni yopadi, bo'ldi, o'ziga yoqqan ishlarni qiladi va keyinchalik 1 kun, 2 kun yoki keyingi hafta kelib yana qaytadan savdolarni boshlaydi. Lekin u qaytadan boshlaganda o'sha minusni qisqa vaqtda qoplayman deb ketma-ket katta lotlar yoki katta orderlar ochmaydi. Doimgidek o'sha bitta savdo, bitta moment, bitta strategiya, 1% risk bo'ldi. Bir xil ishlashda davom etadi. Men sizga risk menejment bo'yicha bitta misol keltiraman. Bundan oldin tushuntiraman sizga, trading sohasida juda ham zo'r strategiyaga ega bo'lishingiz yoki juda ham zo'r risk menejmentga ega bo'lishingiz ham shart emas. Savdolaringizni atiga 40% o'xshasa ham sizga yetarli. Misol uchun tasavvur qiling, siz 100 ta savdoni amalga oshirdingiz va 100 ta savdoni keyingi 5 oy ichida amalga oshirdingiz. Mana shu 100 ta savdodan atiga 40% o'xshadi, 60% o'xshamadi. Har bir savdoga 1% dan risk qildingiz. Har bir savdo o'xshaydigan bo'lsa esa 2% dan daromad qildingiz. 60% savdolaringiz o'xshamadi, 40% savdolaringiz o'xshadi. Ya'ni har bir o'xshamagan savdo uchun 1% dan minus qildingiz. Jami minuslar soni 60% miqdori, jami plyuslar miqdori esa 2% dan, ya'ni 1/2 nisbatda 80% ni tashkil qiladi. Ikkalasini birga qo'shib oladigan bo'lsak, demak sizda plus 20% daromadingiz qolyapti. To'g'ri, 20% siz kichkina deyishingiz mumkin, lekin katta kapitallar, prop kompaniyalari 100 ming dollarlarga, prop kompaniyalari 200 ming yoki 400 ming dollarlik shotlarda 20% o'zi 100 ming dollarga nisbatan 20 ming bo'ladi. 200 mingga nisbatan esa 40 ming, 400 mingga nisbatan 80 ming dollarni tashkil qiladi. Shuning uchun ham men sizga trading sohasiga to'g'ri qadamlar bilan kirib kelish maslahat beraman. Agar sizda ham trading sohasiga qiziqib yurgan yoki ketma-ket minus qilib yurgan tanishlaringiz bo'lsa, bu videoni unga ham yuborib qo'ying va o'zingiz esa qolgan videolarni ham ko'rib, mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolar qaysi mavzuda bo'lishini xohlaysiz yoki o'zingizning shaxsiy savollaringiz bo'lsa ham bemalol mana videoning tagidagi kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin.